Mo'ysam Buxoro kuzatuvchilari uchun to'liq obzor mana sizlarga qaranglar bankomatlarimizga 8 ta funksiyalik Vada Pena Active Ximiya Nano shampun Vosk Osmos. Operator viz funksiyasi ham bor. Bunga yana 2 ta kartasi bo'ladi o'zini. Bittasi VIP bo'ladi, bittasi achotni bo'ladi. Tavza funksiya bilan 8 ta bo'ladi. Mana bokslarimiz keyiniga qaranglar. Uzunasiga 6 metr, eniga 5 metr bo'ladi. Konsollarimizga qaranglar. Yaxshilab e'tibor beringlar konsollarimizni qichiqlari. Shlangimiz 2 ta troslik. Eng yaxshisi. Pistoletlarimizni ko'ringlar mana. Germaniya izvash original pistoleti. Ya'ni kovrik derajachilarimizga qaranglar. Komplektning ichiga 4 ta bo'ladi. Sifatlisidan. Mana shunaqa shotka qo'yish uchun mo'ljallangan kalchalarimiz ham bor. Bu faqat nejavikadan bo'ladi. Boksning qulayliklari. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 3 ta postlik. Mana bunisi bankomatimizga e'tibor beringlar yaxshilab. Trendda yurgan keysimiz mana shu bo'ladi. Bu apparatimizning narxi $4000. Mana shu holatda bo'ladi. Manzil Kogon shahardan kelaverishga Shoh marketning oldiga joylashgan 3 ta postlik.